Yo'qshimizlar do'stlar, men sizlarning 100 tuvan xijiljan do'stinglar yandan bayon. Oldin qitim Ramchalanning olmashqin chiroylardigan kinosini so'zlagandan keyin bir qism pintozlar ayrim xat yozib, Ramchalanning kinolarini bundaq tushunsangiz qandoq bo'ladi? Ramchalanga hurmatsizlik bo'lmamdi deb menga norozilik bildirdi. O'ylab baxsam, haqiqatan to'g'ri gapkan. Ramchalan haqiqatan diyorimizning kinochiligi cho'ng to'rtib ketayotgan, yoshlarimizning beshini silayotgan, elni suygan hurmatga sazovar, sizlarni har zaman qalbida yod etib turadigan istedodli yosh san'atkor tursa, uning kinosini bunda qiziqarli tushunsa qandoqmi bo'ladi? Shunglashqa mushu bir qism nozik pintozlarning ko'nglini oyash uchun men bu qitim bizdan jiroq, ko'ngildan jiroq, so'z yujakdan xoli bo'lgan va hech qaysi mastallarni tonimaydigan Janubiy Hindistonning Tamil Nadu rayonidagi Mandaris shahrining sanoat rayonining cho'lponlar shovchusida cho'ng bo'lgan tanglik artist, ya'ni shu Ramchalanning hikoyasini so'zlamoqchi. Kinoning boshlanishi bilan ikki fizika o'tdek ishtiyoqi bor bola Galining chuyintuq tajribasini isbotlash uchun o'xshash egizlikdan ikki odam tang sakrasa, qiz bola boshda yeyishamdi yoki o'g'il bola degan tajribani ishlayotdi. Darvaqa Galining yakuni to'g'ri bo'lib, bu ikkisi tangli yeyib tushib, men degan erkakni yer qo'yniga oldingsan deb fizik uchun o'zini qurbon qildi. Anim bo'lsa, ularning to'kpisi yerda qolmagan edi. Oradan 400 yil o'tgandan keyin shularning seppagan uli bilan bir turkum fizikini qo'ng'in qirg'ilmaydigan yoshlar bu yerda yetishib chiqqan edi. Mana bugungi kun kelganda, bu yerning havosi sal turaqsiz bo'lib, ba'zi kunlari yomg'ir yog'sa, ba'zi kunlari osmondan moto yog'adi. Mana bu o'maygancha o'ynayman deb tirishib ketib olgan Pasha ismli bu qiz Amerikadagi surat va hissiyotning Hindistondagi sho'ba hissiyoti bo'lib, sal qardab qolganligini hisob qolmaganda xili qamlashtirib o'tadi. Yana bir tarafda bo'lsa, o'zini bosh personaj deb o'ylab qolgan bir qiron yigit yer sharining toj kuchiga jang e'lon qilib o'tadi. Nayda afsus, bu bichora tabiatning g'azabiga uchrab ketib qoldi. O'tamidi-ku, katallikda u. Bizning ma yerlik o'g'av so'ytab ketadi. Mana bu shaxmat taxtasiga o'ltirib olib, putiyaga tegmay qolgan giganit yigitning ismi Xosha bo'lib, motosining yomonligidan hatto ba'zi vaqtda o'zimi yetisholmay qoladi. Mana Xosha o'ngishli qoldi, musobaqada chempion bo'ldi. Biroq Pasha bo'lsin mukofotning pulini berishga chidamay kechib ketadi. Xosha Pashaning kayindan masha bo'lib qo'qlab ketadi. Ammo Pashami bo'sh Pasha emas. Shu zaman Hankokku o'zgarib, o'ziga qarg'an yigitlarni toshqa aylantirib ketadi. Lekin boshqalar xotirjam qotqini bilan bizning Xoshadek haqda ilishi bor balla qandami qatolsin. Darvaqa u yerilib qo'pib 2 dasta pulni yeb oladi. Bari yo'q 50 ko'yni ilish uchun 2 soat maynaqshagan Xosha oxiri pulni yelib, yomg'ir yoqqan bir kuni og'insi bilan Xogo yig'ilib ketib boradi. Burungi mabdan bo'lsin bo'pti. O'rlib ketgan kamini olma shu. Rang bizning pulni so'ramsa ya. Pul emasmi rang bizning puli? Shundaqda shoprustam. Men uni bilmadim qarang. Uning bilan qarim yo'q kam. Ele mak kraning pulni naqli bersang bo'ldi. Yapongdan qarsam sal chingni astaqib tursajmi? Dal mushaqda jiroqdan bir qizning mashin to'rayotganligini ko'rgan Xosha, "Hammani qiz bola evasam, kraning yerimini ko'tarib berdigan bo'ldi-da" deb qo'lni chiqarganda, o'ylamagan yerdan ikkisining orasida zarat paydo bo'lib, yuraklari o'ynab ketib, "Ey, mo'sh qizning menga ko'ngli bormi?" deb kayindan qo'g'lab bormoqchi bo'ldi. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Panus salonidan ko'ring. Salon nomi Oshpatda yozilib. Yaxshimisiz? Bu yanında bayanın əsərlərini nədən kökünü bula? Dəpəsən sobdikə? Anu saloni. Lekin faqat 3-4 kun təxir qilsam bekarlığa chiqadi. Bir kuy onu tejab qol. Lekin aka o'zimizning bolalarni qo'llab qo'yganimiz yaxshi emasmi? Bekarlık ko'rmoqchimi? Men. Ya shu anu salonning arqil dovballarjiqqa shu paraq etam. Bo'ldi. Mana bizning sapaliq turdoshlarda bu. Qattiq bekarlık ko'rmaydi. Endi o mayli bekarlık ko'rsa. Lekin shu jonfaden zallami yo'q-da. Ya bir pani salonga kiribmi qo'ymaydi. Do'stlariga jonfami qilib qo'ymaydi tekin. 抖音